Assalomu alaykum. Men Toshkent kimyo texnologiyalari instituti 22-25 guruh talabasi Nizom Fazlbekman. Bugungi mavzu kerosinni yuqori haroratda gidrotozalash. Kerosinni yuqori haroratda gidrotozalash 0.166% dan 0.001% ga tushirishga mo'ljallangan. Qurilmaning asosiy quvvati 3975 metr kub sutkaga teng. Qurilmaning ichki diametri 3.81 metr. Katalizator hajmi 185 ga teng. Dastlab 4-nasos orqali 8 va 6 issiqlik almashtirgichga yuboriladi. Undan keyin 5 va 12 issiqlik almashtirgichga vodorod saqlangan gaz bilan aralashtiriladi. Shundan so'ng 3-pechga kelib tushadi. U yerda 4.2-4.4 megapaskalda 380 gradusda qizdirilib, xomashyo birinchi reaktorga yuboriladi. Birinchi reaktordan gaz mahsuloti aralashmasi 18-qizdirgichga kelib tushadi va 5-6 issiqlik almashtirgichdan o'tib 9-separatorga kelib tushadi. 9-separatordan gaz va suyuqlikka ajratiladi. 9-separatordan 17-separatorga o'tib barqarorlashadi va 12 va 16 issiqlik almashtirgichga yuboriladi. 15-issiqlik almashtirgichda sovitilib, 13-sovutgichga o'tib 3.7 paskalda 3 gradusda sovitiladi. Keyin 14-separatorda 3 fazali aralashmaga ajratiladi. 4-kolonnada pastdan tozalangan kerosin fraksiyasi chiqib ketadi.